Menimcha bunaqasi Jizzaxda birinchi marta bo'lyapti. Erkaklar kiyim do'koniga kelib, o'zingizga yoqqan lookni hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lashingiz mumkin bo'lar ekan. 100% halol nasiya savdosi asosida bo'ladi. Penya jarimalar yo'q. Bomba Shopning eng katta ustunliklaridan biri bu muhit. Kiyimlar tanlovini erkin, xotirjam tanlashingiz mumkin. Bu premium atmosfera va servisga narxlari o'ta chiroyli. Bu yog'iga to'y mavsumi boshlanyapti. Bitiruv oqshomlari 25-may yaqin bosh oyoq sarpo kiyim qilishim kerak deb o'ylanib yurmaysiz. Bomba Shop sizga ajoyib taklifni taqdim etadi. Bir dona pasport bilan 5 daqiqada ishingiz bitadi. Rasmiy daromadga ega bo'lish ham shart emas. Bu turdagi nasiya savdo ayniqsa to'y boshlayotganlar uchun juda ham qo'l keladi. Uylanayotgan kishi shundoq ham barcha xarajatlarni ustida turadi va kiyim-kechakka yana pul sarflash ularga ortiqchadek tuyulishi mumkin. Bomba Shop do'koni esa bu muammoni hal qiladi. Siz to'yingizdan oldin klassik yoki sport kiyimlarni tanlab olib ketaverasiz va mayda-mayda to'ydan keyin ham ussangiz bo'ladi. Manzil Jizzax shahar Media Parkning 3-qavati. Videoni mana shu 2026-yilda uylanishni niyat qilib qo'ygan tanishlaringizga yuborib qo'ying.